Xolis eslatma. Bismillahirrohmanirrohim. Qurbonlik qilishga oid asosiy ko'rsatmalar. Allohga hamd va sanolar va uning suyukli payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Azizlar, Qurbon hayiti kunlarida qurbonlik qilish deganda Alloh taologa yaqinlashish va uning yo'lida taqvo hosil qilish maqsadida so'yiladigan biror chorva hayvoni nazarda tutiladi. Ko'pchilik ulamolarning fikrlaricha, qurbonlik qilish unga qodir odamga vojib bo'lsa-da, uni qilolmagan odamga gunoh sanalmaydi. Biroq 4 mazhab ulamolar qurbonlik qilish ta'kidlangan sunnat ekanini aytadilar. Qurbonlik qilgan kishi uning go'shtini asosan muhtojlarga tarqatishi qurbonlikning hikmatlaridan biridir. Qurbonlik uchun iloji boricha sog'lom va sara mol yoki qo'y, echki tanlanishi kerak. Ularning erkak yoki urg'ochi ekanligining farqi yo'q. Qurbonlik qilinadigan hayvonni avvaldan sotib olib, uni uyda semirtirib boqish ham yaxshi amallardan hisoblanadi. Qurbonlik qilishning bir necha shartlari bor. Birinchi, qurbonlik qiladigan kishi o'z ehtiyojlaridan orttirib, sifatli hayvon sotib olishga qodir bo'lishi. Ikkinchi, bizning sharoitimizdan kelib chiqib, ko'pchilik tanovul qiladigan mol yoki qo'y tanlanishi. Uchinchi, qurbonlik qiladigan hayvonning benuqson bo'lishi. To'rtinchi, qurbonlik 3 kun hayit bayrami kunlari qilinishi. Endi qurbonlik qilishga oid hukmlar haqida. Birinchi, bir oila nomidan bitta qurbonlik qilish yetarlidir. Ikkinchi, biroq oilada erkak va ayol yoki farzandlar qodir bo'lsa, alohida qurbonlik qilishi ham joiz. Uchinchi, qodir bo'lmagan boshqa kishining nomidan qurbonlik qilish joiz bo'lsa-da, uning roziligi olinishi shart. To'rtinchi, ulamolar dunyodan o'tgan biror yaqin kishisi nomidan qurbonlik qilishni ham joiz hisoblaydilar. Beshinchi, qurbonlik hayit kunlarida ba'zi insonlar farzand tug'ilishi munosabati bilan avvaldan mo'ljallab yurgan va imkonsizligi tufayli kechiktirilgan aqiqa qurbonliklarini ham birgalikda amalga oshirishni rejalashtiradilar. Lekin bu noto'g'ri fikr bo'lib, ularni alohida o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Oltinchi, yashash joyida shariatga muvofiq holda qurbonlik qilishning imkoni bo'lmaganda, boshqa qulayroq joyda yoki boshqa shaharda bir odamni vakil qilib amalga oshirish ham mumkin. 7. Qurbonlik qiladigan kishi Zulhijja oyi kirganda to qurbonlik qilmaguncha tirnoq, soch soqol va boshqa tuklarni olishi joiz emas. Bu haqda sahih hadislarda xabar berilgan. Biroq mazkur ishlarni qasddan emas, balki unutib yoki bilmasdan qilib qo'yilsa, buning zarari yo'q. 8. Qurbonlik qilinadigan molni sherikchilik asosida sotib olish ham mumkin. 9. Ko'pchilik insonlar qurbonlik qilingan mol yoki qo'yning kalla pochasi va terisini qassobga berish shart deb hisoblaydilar. Lekin aslida uning kalla pochasini xohlagan odamiga berishi yoki o'zi pishirib yeyishi, terisini esa sotib, pulini sadaqa qilishi to'g'riroqdir. 10. Qurbonlik go'shtini qanday taqsimlash haqida kelgan sahih hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam sahobalarga qarata, yenglar, yediringlar va ehtiyojingiz uchun olib qo'yinglar deganlar. Buxoriy rivoyati. Imom Muslim rivoyat qilgan yana bir hadisda esa yenglar, ehtiyojingiz uchun olib qo'yinglar va qolganini sadaqa qilinglar deyilgan. Bu ma'lumotlarga qo'shimcha ravishda ulamolar uni har kim o'zi xohlaganicha taqsimlashini ham man qilmaydilar. Vallohu a'lam. Sahih manbalar asosida tayyorlandi.